Akalar mana assalomu alaykum. Mana 2012 Bestimiz. Mashina mana ideal holatda bu ham. Mashinaning salon holatlari go'zal, chiroyli holatda mana polilari bilan. Ya buni 1,5-2 puli borga bemalol bank ko'p chiqaradi. 2012 orqa krilasi bunday petnosi bor mana. Petnosi bor. Mashinamizning holati go'zal, chiroyli holatda. Balon holatlari. Hop. U 2009 MX Lux base konditsioner. Buni ham yurish hamma yo'g'i motorlar hamma yo'g'i ideal holatda buniki ham. Agarlar kimga qiziqarli bo'lsa, telefon qilib aloqa chiqarasizlar. Bank tushunmasanglar, so'rasanglar aytib beraveramiz. MX Lux base konditsioner. Mashina go'zal mana, chiroyli holatda bu ham. Narxiga 3,5 ming deyapmiz. 3,5 ming chekami bor. 2014'imiz bor, 2010'imiz bor, yani hali ulgib kelmadi mashinalarimiz aka. Matizlari bor har xilidan. MX Lux base konditsioner 4 balon yangi. 4 ta baloni. Yaxshi. Akalar bu ham 1,5 mingga harakat qilib chiqarib beraveramiz. 2000 mana matizi o'ta go'zal. Go'zal holatda. Hatto bu diskalariga kraska ham tegmagan. Chiroyli holatda mana ravon. Mashina o'ta go'zal. Tonirovkaga ruxsatnomalari bor. Mashinamizda tonirovka ruxsatnomalari bor. Old orqasi polni tonirovni. Video registrator hamma yo'q bor ekan aka. Deflektor mana, mikrofon. Mashinaning kolonka hamma yo'g'i bor, tayyor. Polni navorot. Oldlarni ochib ko'rsatib qo'y. Original kolonka. Açılmıyor. Olverian pechat. Lux konditsioner H9. H9 akalar bu. Şu oldindan 1,5-2 ming pul bo'lsa, tannaq 4 ming kami bor deyapmiz. Mashina o'ta taniq, yurgani ham oz kilometrdan ko'rib qo'yaman. Почти toza, bitta krilalar jinday nimasi bor. 263 ming yuribdi mashina. O'ta go'zal mashina, chiroyli, pokiza miniga, ikkinchi qo'l. Salondan chiqib ikkinchi qo'l. Cobalt-imiz 2014. Mashinani 3 ming puli boriga bemalol bank ko'p chiqaradi. No'merdagi Tesla monitor hamma yo'q bor, tayyor. Mashinani ideal holatda bu ham. Güzel, chiroyli. Qiziqqanlar aloqa chiqarasiz. Barterlarimiz bor. Nexia ham bor, Cobalt-imi qilib bering yo Nexia qilib bering desanglar aloqa chiqsanglar qilib beraveramiz aka. Bu mashinaga barterimiz bor, xudo xolasa. Moskvishlardan tashqari akalar. Hop, 2010 Bestimiz. Bu ham akalar hop, $1000 puli bo'lsa bemalol chiqaradi. Yani balonlar yangi. Naqd pulga bunisini 3 mingga deyapmiz akalar. 3 mingga deyapmiz. Yo'lini qilib beraveramiz aka. Mana 2010da narigini 4 ming deyapmiz. To'g'ri, yo'q, tozani. Krilada kraskasi bor endi. Ha bu ham 2010, bu ham H9, bu ham bir xil, hamma yili hamma yo'q bir xil. Mashina bilan mashinaning farqi bor. Mana buni 3 ming deyapti. 3 mingdan ham o'tib ham beraman kerak bo'lsa. Yana bitta 2010 bor, uni 2700 ga beraman. Akalar, hali nimcha qimmat, anaqa deb hali negativ yozadigan bir ikkita akalar bor-da endi mana bu mashina bilan buni ko'ringlar mana. Mana buni ko'ringlar. Mashina bilan mashinaning farqi bor. Mashina ideal holatda go'zal mashina. Farqiga qarab narx chiqaradi. 12 miz ham toza u ham. 12 ham toza. Buni mana shu 4200 yapmiz. 12 ham go'zal, chiroyli, faqat yo'qsiz holatda turibdi.
Mana 19. 2,5 ming puli borga bemalol bankdan chiqarib beraveramiz buni. 2,5 ming puli borga bemalol chiqarib beraveramiz. Toza. Mana balon holatlari chiroyli holatda bu. Yurgani ham 142 ming, ikkinchi payisi. Hali mexanikaga qiziqqanlarga. Akalar, mexanika so'raganlarga. Kimga qaysi biri qiziq bo'lsa, aloqa chiqaring. Toza metan gazlari. Naqd pulga 9,5 ming bu dokument bo'laveradi akalar. Xo'p, bunimiz. Hop, 4800 yapmiz naqd pulga. 2014 paysa 1. 1,5 ming puli borga bemalol chiqarib beraveramiz, xudo xolasa. Mana akalar. Metan gazlari bilan mashinani yurishtirish hamma yo'g'i zo'r ham, xudo xolasa. Mana chiroyli holatda. $1000 puli borga bankga beraveramiz, xudo xolasa. Bilib qopdi. Sport qorasidan minaman deganlarga mana akalar qora bomber. Qora bomber so'raganlar. 2012 akalar. Buni naqd pulga 4800 yapmiz, kelishtirib beramiz. Kami bor buni ham, chepichi. $1,5 ming, $2,000 puli bo'lsa, 1,5 ming bilan chiqarib beraveramiz. Video registrator hamma yo'g'i bor mashinamiz. Bu ham chiroyli, holatlari zo'r. Qorasidan so'raganlar. Oq avtomatim bor akalar, 11. Sport avtomati ham bor oqidan. Buni 5 mingga beramiz, 4 avtomatini. 12 bu qoramiz. Akalar bu 2011 Nexia'miz. Buni bilasizlar. 2011 tayyor, banki ham bor, xohlasanglar o'zaro variantga desanglar 1,5 ming, 2 ming puli borga Andijon viloyatiga beraveramiz. Tayyor balonlar ham mana yangi. Boshqa holatlari chiroyli holatlarda. Mana akalar. 1,5 ming, 2 ming bo'lsa o'zaro bankga shunday yo'voramiz. Yo'vorib turib nomilarga xohlasanglar generalniga beramiz, xohlasanglar variantga bo'lsa oddiy dimensiya bo'ladi. Generalnik turib nomilar o'tkazib boshqadan bankga qilib beraveramiz. Bankni yo'vorib akalar. Aloqaga chiqarasizlar. Manzillarimiz akalar Andijon shahar. Xo'p, Andijon shahar. Oltin vodiy restoranini, Oltin vodiy nimasi bor, gastitsasi bor, mana Balzak restorani bor bu yerda. Tensi Court atrofida akalar manzilimiz. Tushunmaganlar telefon qilsanglar, lokatsiya desanglar, lokatsiyani yozib tashlab beraveramiz akalar. Aloqaga chiqarasizlar tushunmagan. Mana akalar. Andijon shahar temir Tensi Court qatorida. Mana ishxonamiz akalar. Bunimiz 2012 Lux Pro 6 Lux base konditsioner. Mashina chiroyli holatda yurishtirish hamma yo'g'i zo'r. Mashinamizni shu oldindan 1,5 ming, 2 ming puli bo'lsa bankga beraveramiz. Mashina Pro 6 Lux base konditsioner. Salon holatlari ham mana akalar. Полный наворот. Mashina beki ekan. Mana akalar. Like, подписывайтесь, bosaringlar aka.